topimizning eng suyumlik bir a'zosini yo'qotganligimizni tezli his qildik. Qancha kunlargacha gaplarimiz tuzuk qo'llashmadi. Bu yo'qlikqa ko'namay bakmo qiynaldik. Met Qasimning qalbimizdagi bo'shab qolgan o'rni go'yo hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydigan osmon hanglariga o'xshaydi. Bu bo'shliq shunchalik vahimalik ushqoytib turgandek edi. O'ylasam uningga chidayolmaydim. U o'qimagan sodda yigit edi. Siyosiy masalalarni tushunib ketmaydi. Vatan, millat degandek dabdabalik uqumlarni tushunib ketmaydi. Lekin u mazlumlarga zulm qilgan zolimga qarshi turish bir erkakning ishi ekanligidan iborat aqalli rejini bak obdan tushungachga har nohaqchilikka qarshi o'zini tutolmaydi. Gomindan Xitoylarning zulmini o'z ko'zi bilan ko'rgachga uningga qarshi isyonga jon deb qitilgan edi. U to'g'ri qilayotganidan amin edi. Keyin Alixon Törining yalqulluq nutuqlaridan yurtni tajovuzchilardan qutqizish uchun jihad qilishning farz ekanligini anglab, texmi hayajonlandi. Uning diniy bilimi yo'q deyarlik edi. Ammo ming yillardan kelayotgan, qondan qonga o'tayotgan muqaddas e'tiqodning sehriy kuchiga tamoman taslim bo'lgan bir pok ruhi bor edi. Şoňa jihad çaqırıqları onun üçün şundaq muqaddas boldiki, hech ölümdün qorqup olturmadi. Keyin kommunist Xitoylarni xalqning g'amguzarlari ekan deb angladi. Uning sodda dili bunimi shu bo'yicha qabul qildi. U kommunistlarni ularning izmlari bilan emas, amaliyotdagi qilmish atmishlaridan baholadi. Köydiki, uning sodda samimiy o'lchamlarida kommunist Xitoylarning ilgirkilaridan farqi yo'q bo'pli qolmay, buning texmi yolg'onchi, texmi kazzab, texmi vahshiy ekanligini ko'rdi. Shunga u uningga qarshi turish kerak degan niyatga kelgan edi. Cho'chakdagi sabdoshlari Xitoyga qarshi qo'zg'olon qilishga chaqirganda hech ikkilanmay xushallik bilan shu tomon atlanishning sababi ana shu edi. Kuzlik muhosul mavsumlari edi. Bir kuni emgakdan yenib kelyotdik. Yo'lning bir tarafi yangidan echilayotgan bo'z, bir tarafi allaqachon Xitoylar tarafidan egilinib terilishga boshlagan yerlar edi. Biz besib o'tadigan uzun serimlarda turib savzi terilgan edi. Bu o't yoshlar bosh og'andan tortibla topimizdagilar biror bosh qo'mirib elib yigash mengishga tirishadigan, tutulib qilib tayoq yeydigan majraning manbasi bo'lib kelyotdi. Mana emdilikda savza turiblar qezilgan bo'lib, allaqachon yig'ib ketilgan bo'lsa-mu, ko'may qolgan biror bosh ushshoqlari uchirmay qolmaydi. Qatordan chiqib, tezlikda bir tal savzini elibla qatorga qo'shilib olgan bir yigitni gundupaylar ko'rib qoldi va qatordan so'rab chiqib dumbalashga boshladi. Ondan ikkisi shillisidan so'ragancha Xitoy rotisining ishxonasiga elib ketdi. Keyin uning butini cheqivatganligini uqdiq. Ammo bu yerda umumlashgan bir so'z yolg'on kesel, ideya kesili degandan iborat bo'lg'ashqa, uning butining sunuqligiga hech kim pisand qilmagan edi. Yigit 7-8 kun ishda ko'rinmadi. Uning bilan birgamida yotadiganlarning deyishicha, u o'rnidan turolmaydi ekan. Dastlabda gundupaylar ishonmay, uni turg'izish uchun ustilab uribdimish. Keyin ondan saqayib qolasan deb kari bo'lmay tashlab etishdi. U shu yo'sin yetib, cheqilgan paqalchoq so'ngaklari hosil qilgan ichki yara yiringlab sesishga boshlaganda ondan uni doktorga akitibdi. Bu chaqda allaqachon qaridab ketgan putni saqlab qog'ili bo'lmay, tizining ustidan kesib etibdi. Bunda qo'rqinchli voqealar bakmu tansuq emas edi. Her kuni bir hadise, jidal, ölüm degandek şum xabardan birasi anglanib turadi. Shundoq bo'lsa-mu, ko'z oldimizda yuz bergachga buning shunchalik echindiqki, bir bosh savzi uchun bir insonni putidan ayirgan bu qanday hukumat bo'ladi? Deyishib, necha kun g'ulg'ula to'xtamadi. Bir oydan ko'proq vaqt o'tganda u qo'ltiqtayoq bilan ishga elib kelindi. Shu holatdami uning azodlik bermay, o'ldirib qiladigan qo'l ishlarini qila oladi deb qarab, amgakka elib kelgan ekan. Bu hol bizning yurak yarimizga texmi qattiq tekkan bir omil bo'lib qoldi.
1964-yili kechküz yaqinlashgan bir kunlarda bir turkum mahbusning yo'tkiladiganligi uqtirildi. Mahbuslarni almashtirib turadi. Yo'tkiladiganlar qatorida mening ismim chiqdi. Ammo yaqinlarimdan hech biri yo'q edi. Bu hol menga yetimlik hissi baxsh etdi. Ikki yuk mashinasiga qachilangan mahbus bir attigini yo'lga chiqdik. Texim azobliq bo'lg'ini oxirgi minutlarda yaqinlarimiz bilan ko'rishib olish, xo'shlashib olish imkonimiz bo'lmayla jimmidi ketib qoldik. Bir necha kun yo'l yurgandan keyin bizni janub tarafga akitayotganligini farq etdim. Chunki men bu yo'llardan necha qitim mangan edim. Yo'l bo'ylaridagi manzara tonish edi. Tonish manzaralar ilgirki xotirlarimni qo'zg'ab, gohi kulimsiraydim. Gohi yig'i tutadi. Tumshuqdan o'tganda yo'l yanala tog' bag'rini bo'ylab g'arbga ketdi. Normalda ilgiri Qashqa tarafga Maralbeshidan ketiladi. Mana endi yangi yo'l yasilib, bu yo'l Atuşnimi besib o'tadigan bo'lganligini ko'p o'tmayli bildim. Bachangdan o'tgandan boshlab qonlarim o'rkashladi. Uzoqda dal-daraxtlari ko'rinayotgan yurt Atuş edi. Taqdirning qiziq yeri shuki, men bu yurtdan chiqib ketgandan beri uning bu so'g'isiga netch kelib, uning ichiga putumni elish nasib bo'lmay ketgan edim. Mana shu topda o'yinning texmi qiziqi bo'lib o'tadi. Endi Atuşdan kesib o'tdik. Ammo men yurtimning tuprog'iga dasiyolmay o'tib ketdim. Buning qanchalik azobliq bo'ladiganligini tasavvur qila olamsiz. Aşı eng dastlab ko'ringan daraxtlar dal mening yurtim Sho'ruxning daraxtlari edi. Bu uzoqdan ko'ringan daraxtlar bag'ansiri yaqinlab Sho'ruq oq mahallasi yanidagi saydan elingan yo'l bilan Atuşning yangi bozoriga kirib kelganda yuragimni nimadir etishtirib turadi. Kech kirib qolg'ashqa biz Atuşda tunaydigan bo'ldik. Shunga mashina turmaning ho'ylisiga kelib to'xtadi. Şu anda yurtimga 1 kilometrmi kelmaydigan musofada qo'nib qolatdim. Ammo ularning buningdan xabari bo'lmaydi. Hatto kecha jimliqida menga ruxsat berilsa, o'g'ziga chiqib vaqirsammu yurtimdagilar anglag'udakli edi. Ammo mening o'yimga bosh tiqib menish huquqim yo'q edi. Yo'ldagi shu qadar herib, julluqim chiqib ketgan bo'lsa-mu, kechicha uxlayolmadim. Mana mushu yerda mening mushu dunyoda yashaganligimning birdan-bir isnosi bo'lgan o'g'lim bor edi. Uning vujudida aylanayotgan qon, vujudidagi har bir hujayrada mening mavjud bo'lganligim aks etadi. Shunga xuddi tenimning yerimi aşı yerdikidek uni izlab vujudim o't bo'lib yanadi. Lekin shu tap men uning shuncha yaqin turib, qo'limda ko'yza, putumda kishan. Men uning uzoq yillik men haqidagi tasavvurlardan mengib chiqib, uning oldida zohir bo'lolmaydim. Mushularni o'ylab, vujudim tepichaklab vassa, qonlarim xuddi saldek yo'pirilib kelib, mengamga shiddat bilan tiqilib, asabiylarcha xam xiyollarni paydo qilib, vujudimni silkib vassa. Men qandoqmi uxlay? Goh turmaning tomlaridan tuyuqsiz g'oyib bo'lishni arzu qilsam, goh hamma narsaning g'oyib bo'lib, o'zimning nurg'un ilgari shahid bo'lgan, hozir hech qanday moddiy narsalarning to'solg'usiga uchramaydigan bir arvoh bo'lib chiqishimni umid qilatdim. Bu xil tasavvur ba'zida shu qadar kuchayib ketadiki, ixtiyorsiz qo'limni midirlatib, qorong'udagi muzdek so'g'aqtamni bormi yo'qmi deb tutib boqatdim. Uni yo'q deb shuncha tasavvur qilsammi, u yanada bor bo'lib chiqadi. Bo'lishni arzu qilinmaydigan achchiq va qo'rqinchli reallik. Ashu kuni kechicha uxlayamag'inim nihoyat aniq. Lekin o'zimni Sho'ruxning oyoqidagi cheksiz ketgan jangalda turgandek his qildim. Bu yer haqiqatanmi yana shu jangal edi. Men bu qitim qo'limni uzatib beqib, turmaning temini tutib beqishga petinamadim. Chunki ko'z oldimdagi narsalarning xam xiyol bo'lib chiqib, tamga qo'lim tegishi bilan tangla hamma narsaning to'zib g'oyib bo'lib, o'zimni turmada his qilishdan qo'rqib o'tatdim. Bovayning tanha kapisi burunqidakli turadi. Ishik oldidagi qeri to'g'raqning ishik tarafga so'zilgan shexida o'ltirgan Shatuti mening ismimni aytib, "Sabit keldi, dedi."
Bir tarafda balalar iki yoqqa bo'linib qator bo'lib o'ynayotdi. Ularning putlari yalang bo'lib, tapanlari qaridab qilinlashib, qishda oyoq kiyimisimi to'ngmug'idek bo'lib ketgan. Allohning karomatlarining biri bo'lgan odam bedeni odamlar qishliq o'tlikka erishamugdek namrat bo'lib ketganda, putning ostanqi terileri ashunda qilinlashib, qishda yalang oyoq yursimi ushib qalmug'idek holatga keladi. Bu balalarning qilin tapanlariga qarab, ularning necha yillab oyoq kiymaganligini, hatto ba'zilarining putining tug'ilgandan boshlab oyoq sepib boqmaganligini bilib olish qiyin emas edi. İlgiri öy içidimi oyoq kiymaslikni axloqsizlik hisoblaydigan bu yurtda balki mush kunlarda oyoq kiydiganlar yo'q degidekdir. Balalarning yirtiq ishtonlarining tilim sökülüp ketgan yamoqlari tizlari atrofida ularning harakatlariga ergishib, uyoq buyoq polanglaydi. Balalarning yuzlari sarg'aygan, hammasi intayin o'ruq, bo'yinlari xuddi bir narsa bilan qattiq so'zib etgandek uzun va inchki bo'lsa-mu, lekin yanada bu yerda o'zlariga shodlik tepishgan edi. Ular bu yerda oqterak o'yini o'ynashyotdi. İnsanlarning ko'ngil etishiga talbilachi o'shman bo'lgan Xitoylar tantarbiya tusiba bo'lgan bu o'yinlarni o'ynashga yo'l qo'yyotam degandu. Men hayronlik bilan ularga bir hazo qarab turdim. Helilar bir top kaltakchi yoki qurolliq kelib ularni tutib ketadigandekchi deyilishib atrofga qaraydim. Ular Uyg'urlarning har qanday bir maqsadda bir yerga to'planishini hukumatni ag'dirish uchun maqsadlik yig'ilish deb o'ylaydigan mush yillarda ularning bu harakatida tantarbiyaning alohidligi borligi, ularni yoshirin harbiy mashq qilib qo'zg'olonga tayyorlik qilyapsan deyishdan uyanmaydi. Atrofga qarasam, atrofda odam yo'q. Jangal yanada shundoq cheksizligi va ulug'ligi bilan kishiga Alloh bergan erkinlikdan bishorat berib turadi. Men buvayning bir chetda balalarga qarab turganini ko'rdim. Buvay menga qarab unlik, lekin bo'g'iq ovozda aytdi. Oğlum, keldingmi? Ha, men keldim. Bäkli kechikib keldim. Bu zeminda mening yıldızım bäk cho'nqur edi. Lekin hozir ular bizni qo'murib tashlab etdi. Zemin ingrabotidi. Sen bu zeminga qadam elishdan avval uning ovoziga quloq solmadingmi? Bova, bu yerlar yanada burunqidek turgandek qiladi-ku. Yo'q, bu sening xiyoling. Sen uning o'z qo'ynida o'milab cho'ng bo'lgan, o'z qo'ynidan oziq elib o'sgan, birdammi ayrilmagan bolalaridan mahrum bo'lib, maynat oyoqlar ostida tilg'ang'inni e'tirof qilishni xohlamaysan. Shunga sening hozir ko'rayotganing uning boshqalar tarafidan tortib elinishdan ilgirki holati. Qara av qeri to'g'roq mavjud emas. U allaqachon kulga aylanib bo'ldi. Qara av shatuti mavjud emas. Chunki u bu yerga o'zi bilmaydigan tildagi bir kimlarning kelganligini bilgandan keyin bu yerdan ayrildi. Men buvayga qo'limni tanglab edim, qo'lim turmining muzdek temig'i tegdi. Bizni Yakan tavasidagi bir lagerga akilishdi. Bu yerni Xitoycha paylo deyishadi. Nima deganikin xetini ko'rmagicha bilib bo'lmaydi. Bu yerga keladiganligimizni uqqan minutdan boshlab sal ko'nglim ochilib qoldi. Buning sabablarini aniq aytib beramisanmi, 6-tuyg'um menga bu yerning yaxshiroq bo'lishidan bishorat bergandek qiladi. Balkim bu yerning havosining issiqligi, atrofda o'z xalqimizning bo'lishi, yana yurtimga yaqinroq kelganlik hissi meni xush qilib atamdikin. Payloda qamoqxona hovlisiga kirib, mashina to'xtashi hamon kimni ko'rdim demamsiz? Nosir axunni. Shimol tarafdan mahbus kepti deganni anglabla, hamma ishning sirtiqini elib turishga odatlangan mijozi uni o'ltirg'izmay, eng avval mashina yeniga yugurib kelgan edi. Men texi mashinadan tushmayla ko'zlarimiz uchrashdi. Ko'nglimdan ming turli shubhalar ketishga ulgurdi. Buni yana mendan burunroq bu yerda hozir qilib bir nimaga erishmoqchimidi yoki boshqa vazifa bilanmidi? Oxirgi xulosada yana libak xo'sh bo'ldim.
konu tunuşum, sabiq dostum. Aramızda nurgun keçirmiş ortaklığı ba. Söhbet temalarımız köp. Äň içki katlamlarımızgıçı bilişimiz, tartınışmayımız. Mana bularni başka hiç kimde tapqılı bolmaydygan yakınlık şartları boğaşqa muşundaq bir ýerde. Ýeňi kelgen adamның özleş küçü bolgan arlyqdaky ýetirqaşlary, ýalguzlyk, tenhalyk tuygulary üçin däl keladigan bir dogry idi-de. Hey Nasir, hey Nasir. Näge basam şu ýerde aldymga çyksan. Qandaq gep bop ketdi bu? Bu ýerlerde nime qyp ýürsen emdi? Seni qarşı elişqe täýýär bopdygynym. Bolmapdyma? Boluşny go bopdy, bäk ýaxşy bopdy. Emma heýran men. Nägeli basam sen? 15 ýylyň özi köreşmegen adam muşunda gepni kılamda ba. Äkägine kulaňny, bismillah dep. Dedi o qeýdap. Hoş bop gitip çykyşwatmyna basaraň. Dedim men kol uzutup ve onun kiçikkine vücuduny bagrymyga besip turup. Onun közlerige ýaş gelgen idi. Meniň janaklarymy etişkini sezildi. Köňlümniň uzak bir ýerinde bir zil çelinip, "U jasus" dep agahlandyryp tursumu, ögünüp galgan ýakynlykdan waz geçmek asan emes idi. Kılışıdygan nurgun gepimiz ba idi. Oglum haqqydaky habarny ýene muşundan aňlaýdygan boldum. Ýene nimelerni aňlaýman tehe.